31-dekabrgacha 31 dona sovg'a, 40% chegirma, Imperiya paltoda ham, Imperiya shubada ham ko'rib chiqamiz. Ketdik. Voy, baraka topkurlar. 40% chegirma, 31 dona sovg'a, palto do'konining o'zida elitni tovarlarning narxini olganingizdan keyin bemalol surishtirib ko'rasiz. Bu joyga solishtirib ko'rasiz. Chunki bu tovar bu kachesida boshqa yoqdan qimmat olishingiz mumkin, lekin arzon ola olmaysiz. Xullas, bu tovarni o'z topishingiz bir amr mahol. Короче, kelish kerak, olish kerak. Palto do'konidagi narsalarni telefonda prosta so'rab, sifatini solishtira olmaysiz. Kelib, ko'rib, keyin sifatini, narxini solishtirsangiz, bundan arzon topa olmaysiz, bundan sifatligini topa olmaysiz. Xullas, azizlarim, kelganinglarda telefonda so'rab o'tirmang. Kelasiz, kassaga abjaborga uchrashasiz. Sizlarga juda ham kelishilgan narxda cho'tki qilib beradilar. Keyin bemalol surishtirib ko'rasiz. Obzorga ketdik. Shuba do'konimizda ham 40% chegirma 31-dekabrgacha bo'ladi. Faqatgina shartlari bo'ladi. Hozir eshitib tursangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz, shartlarni to'liq bajarsangiz, 62 ta sovg'a sizlarniki bo'ladi. Общий 62 ta sovg'a, bu yoqqa 31 ta, bu yoqqa 31 ta. Xullas, ichkarini obzor qilib chiqamiz, ko'ramiz, keyin shartlarni bitta-bitta tushuntiramiz. Telefonda so'rab baho bermang. Kelib solishtiring, sifatini yaqindan ko'ring. Xullas, kelsangiz, обязательно kassaga uchrashing. Shukrulloh, sizlarga xudo xolasa chiroyli narxda qilib berishga va'da qiladi. Tovarni ko'rib oldinglar. Kelsanglar solishtirsanglar, bu narxdan arzon tashqarida ko'rmaysizlar. Shartlari juda ham oddiy. Shu videoni qo'ldan kelgancha 25 ta odamga jo'natib qo'yishingiz shart. Kommentariyasiga bajardim deb yozib qo'ying. Like bossangiz hisoblanmaydi. Xullas, shartlarni to'liq bajarib kutishingizni taklif qilaman. Tanish bilishingizga jo'natib qo'ysangiz, 40% chegirmada olishsa, ertaga sizga rahmat deshadi. Sarpa suruvgami, o'zingizga kiyishgami, sovg'agami, onaxonlargami, qizlargami farqi yo'q. Siz jo'natib qo'ysangiz, tanishlarga olishsa, xursand bo'lib qolishadi. Voy, sen sababchi bo'ldinglar deyishadi. Shuning uchun telefon qilib kelaverasizlar azizlarim.